kompressor bo'ladi aka. Bosasiz aka. Bosganingizdan keyin bu gaz bo'ladi, oxirigacha borib turib qatirib qo'yasiz. Qatirib qo'yganingizdan keyin mana shuni. Rosa obort olgandan keyin bu kompressor bilan buni baravar qo'yib olasiz aka. Tezroq o'chish uchun. Nimaga desangiz, men aytgan suv quygandim yo'q. Hop qo'shinni yonida suv aylantiribdi. Qizi ketmasligi uchun ana shu narsa nima qilingan. Yana ham bossangiz o'chadimi? Hozir yana ham bossangiz o'chadi, tezroq o'chirish uchun. Bu narsani o'zi sekinlik o'chirsangiz, sekin o'zini holatiga kelib o'chadi. Hozir mana narsani